Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem aziz qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jamul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobining 5-tomi. Biz qoziq bo'limiga ketib boramiz. Kelgan davomlashtiramiz. Da'va, dalil isbot, guvohlik, pisib turish yoki so'lab qo'yish va boshqa masalalar. Tirmizining rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasidan buvisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir xutbasida da'vogar dalil keltirishi, ustidan da'vo qilinuvchi qasam qilish kerak degan. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Navada insonlarga da'volari bo'yicha hukm qilib berilsa, odamlarning qonini va mol-mulkini da'vo qilishdan tap tortmaydi. Lekin ustidan da'vo qilinuvchi qasam qilish kerak. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abu Mulayka mundaq deydi: Ikki ayol bir uyda yoki bir hujurda mo'jizlik qiladi. Alqiniga bigiz kirib ketgan biri hujurdan chiqib, yana birining ustidan da'vo qildi. Bu da'vo Ibn Abbas radhiyallohu anhuning oldiga olib berilgan edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam navada insonlarga da'volari bo'yicha hukm qilib berilsa, odamlarning qonini va mol-mulkini da'vo qilishni tap tortmaydi degan. U ayolga Allohni asıltinglar va Alloh taolaning Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badaliga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azob qiladi degan so'zni o'qib beringlar dedi. Natijada ular u ayolga Allohni eslatgan edi, ayol gunohini e'tirof qildi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ustidan da'vo qilinuvchi qasam qilish kerak degan dedi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qasamga va guvohchiga asoslanib turib hukm qilgan. Tirmizining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir guvohchiga asoslanib turib hukm qilgan. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abu Mulayka mundaq deydi: İbn Judanning azodgardisi Suhaybning jamoatidagilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Suhaybga ikki uy va bir hujra berganligini da'vo qilgan edi. Marvan uning uchun sizlarga kim guvohlik beradi dedi. U Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma guvohlik beradi degan edi. Marvan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumani chaqirib keldi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Suhaybga ikki uy va bir hujra berganligiga guvohlik bergan edi. Marvan uning guvohligi bo'yicha u ikki og'iz uy va bir hujrani ularga hukm qilib berdi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qavmga qasam qilishni tanlagan edi. Ular darhol qasam qilmoqchi bo'ldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qasamni birdan boshlash uchun cheklashga buyurdi. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Navoda har ikkisi qasam qilishni yoqtirmasa yoki qasam qilishga oldirib ketsa, qaysisining dastlab qasam qilish uchun ikkisi o'zaro cheklashsin. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasidan buvisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xiyonatxo'r er va xiyonatxo'r ayolning guvohligini, shundaqla musulmon qarinishiga adovat saqlovchining guvohligini rad qildi. Imom Malikning rivoyat qilishicha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu da'vogarning va tuhmat kuchirg'usining guvohligi durust bo'lmaydi degan. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jangalda yashaydigan kishining yiza va shaharlarda yashaydigan kishi ustidan guvohlik berish durust bo'lmaydi deganligini anglagan edim. Malikning rivoyatida Hisham ibn Urva mundaq deydi: Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma kichik bolalarning orasidagi yaralanish ishlariga, ya'ni shu kichik bolalarning guvohligi bilan hukm qiladi.
Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Agar qul adil kishi bo'lsa, uning guvohligini qabul qilish durustdir. Malikning rivoyatida Rabi'a ibn Abu Abdurrahman mundaq deydi: Iroqlik bir odam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning qishig'iga kelib, "Men sening qishingga beshimi yo'q, ayg'imi yo'q bir ish bilan keldim" degan edi. Umar radhiyallohu anhu "U qanday ish?" deb so'radi. Iroqlik odam "Bizning zamonimizda yolg'on guvohlik berish ishi avjilib ketdi" deb javob bergan edi. Umar radhiyallohu anhu "Rasululloh shunday bo'lib ketdimi?" deb so'radi. U odam "Ha" dedi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu Allohning nomi bilan qasamki, islom dinida adil kishilarning guvohligi bo'lmay turib, hech kim so'rab qo'yilmaydi dedi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Utba mundaq deydi: Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini anglagan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonida kishilarning ishlari vahiyga binoan bartaraf qilinadi. Mana endi vahiy tushmaydi. Shunga biz hozir sizlarni amallaringlardan bizga oshkor bo'lganini qarata bartaraf qilamiz. Kimki bizga yaxshi ishni izhor qilsa, biz uningga amin bo'lamiz va uni o'zimizga yaqin tutamiz. Biz uning ichki sirlaridan hech narsaga javobgar emas. Uning ichki dunyosidan Alloh o'zi hisob oladi. Kimki bizga yomon ishini izhor qilsa, garchi uning ichki dunyosi yaxshi bo'lgan taqdirdami, biz uningdan amin bo'la olmaymiz va ishonmaymiz. Muslimning rivoyatida Zayd ibn Xolid Juhaniydan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Men sizlarga guvohchilarning eng yaxshisini aytib beraymi? U shunday bir odamki, guvohlik berishi talab qilinishdan burun o'zikidan kelib guvohlik beradi. Abu Davudning rivoyatida Umara ibn Xuzayma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan biri bo'lgan tog'amning menga so'zlab berishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir arabiydan bir ot sotib olgan edi. U uning pulini berish uchun ketib o'tib, tezroq minib ketib qoldi. Arabiy bo'lsa asta minib kelyotdi. Shu arada bir bo'lik odam Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning u otni sotib olganligini bilmay, arabiyning oldin to'sib otni savdashga turdi. Shuning bilan Arabiy Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni to'lab, "Otni sotib olsang sotib olgan, bo'lmasa uni sotib o'taman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Arabiyning ovozini anglab, "Uni men sendan sotib olmadimmi?" degan edi. Arabiy, "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, men taqa otni senga sotmadim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Yo'q, men sendan otni sotib oldim" degan edi. Arabiy, "Undaq bo'lsa qani guvohchi keltirgan" dedi. Buni ko'rgan Xuzayma ibn Sabit radhiyallohu anhu, "Mana men sening otni sotganligingga guvohlik beraman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xuzayma radhiyallohu anhu qo'yib, "Nima guvohlik berasan?" degan edi. Xuzayma radhiyallohu anhu, "Sening rost aytganligingga ey Rasululloh" dedi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xuzayma radhiyallohu anhu ning guvohligini ikki odamning guvohligi o'rnida qabul qildi. Razin yuqoridagi hadisga monolarni qo'shib rivoyat qilgan. Arabiy Xuzayma radhiyallohu anhu ning "Ey Rasululloh" degan so'zni anglab, "Bu odam Allohning payg'ambarimi?" deb so'ragan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu unga, "Sen nima degan nadan odamsan? Texicha payg'ambaringni tanimamsan? Alloh taolo Arabiylarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Alloh payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular anglayaqdir" deb to'lim rost aytgan ekan dedi. Natijada Arabiy otni sotganligini e'tirof qildi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: "Ey musulmonlar jamoasi, Alloh payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan kitobinglar Allohning dargohidan yangi kelganiga ancha uzun bo'lmagan va sizlar u kitobni o'qib turayotgan turib, yana qandoqsiga ahli kitobdan masala so'raysizlar? Allah sizlarga ahli kitobning Alloh nozil qilgan kitobni o'zgartib etganligini, ularning uni o'z qo'llari bilan o'zgartib, ondan uni ozbuliq setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Allohning dargohidan tushgan kitobdir deganligini so'zlab bergan edi-ku. Sizlarga kelgan ilm ulardan masala so'rashinglarni ma'ni qilmadimi? Allohning nomi bilan qasamki, ulardan birmi odamning sizlarga nozil bo'lgan ilm haqida so'rab boqqanligini ko'rib boqmadik. Abu Davudning rivoyatida Sha'bi mundaq deydi: Musulmonlardan bir odam Daquqa, Bag'dod bilan Arbabil orasida joylashgan bir yurtning ismi. Daquqa degan joyda sakratga tushibdi.
Biroq u vasiyatiga guvohchi qilish uchun musulmonlarni hech kim topolmabdi. Shunga u ahli kitobdan 2 odamni guvohchi qilibdi. Keyin ular Kufa shahriga yetib kelib, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ning qishig'iga kiribdi va ahvolni uning qaytib, uning pul melini va vasiyatini Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ning oldiga qo'yibdi. Shuning bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonidan keyin bundaq ish yuz berib boqmagan edi, debdi. Ondan elqa ikkisini bu vasiyat va pul mollar jazman u odamning ekanligi, uning xiyonat qilmaganligi, yolg'on aytmaganligi, almashtirib olmaganligi, yo'shirmaganligi va o'zgartmaganligini ta'kidlab, asrdan keyin Allohning nomidan qasam qildiribdi. Ondan bu masalaga u ikkisining guvohlik bo'yicha hukm qildi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Umayd ibn Abdurrahman mundaq deydi. Men Muaviyaning Madinada Quraysh qabilasidan bir qancha kishiga gap qilib berib, Ka'b ibn Ahbarni tilga olganligini va garchi u ahli kitob haqida so'zlab berdiganlarning eng rostchil bo'lsa-mu, biz yana uning yolg'on aytib qolishidan ehtiyot qilatdik deganligini anglagan edim. Abu Dawudning rivoyatida Bahz ibn Hakim dadasining bovisidan mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuhmat masalasida bir odamni so'rab qo'ygan edi. Tirmizining rivoyatida Imom Tirmizi va Nasoiy yuqoridagi hadisga keyin uni qo'yib bergan degan jumlani qo'shib rivoyat qilgan. Abu Dawudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasidan bovisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mahzur chilg'isining suyiga hukm chiqarib, yeri boshda bo'lganlarning yeriga o'shq kelgis suv qo'yilib, ondan suvni yeri oyoqda bo'lganlarga qo'yib berishga hukm qilgan. Abu Dawudning rivoyatida Bara ibn Azib radhiyallohu anhu mundaq deydi. Etizariq ishlarida ishlatiladigan bir to'gan bor edi. Bir kuni to'gan birining bog'iga kirib, boqqa ziyon silib qo'yibdi. Bu masala Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bog'ni kunduzi saqlash bog' egilarining mas'uliyati, uloqni kechasi saqlash uloqning egilarining mas'uliyati ekanligiga, navoda uloqlar kechasi birining uninkiga ziyon solsa, uloq egilarining to'laydiganligiga hukm qildi. Tirmizining rivoyatida Rafi ibn Khadij radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki boshqalarning yerini ularning iznini olmay turib terisa, uningga yerdan chiqqan mahsulotdan hech narsa berilmaydi. Solgan mablag'i qaytarib beriladi. Abu Dawudning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ikki odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga davolashib bordi. U ikkisidan birining gapiga qaraganda masala xurmiliq bog' orasidagi fasillar haqida ekan. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerni o'lchashga buyurgandi. O'lchagandan keyin 7 gaz ekanligi ma'lum bo'ldi. Yana bir rivoyatda 5 gaz chiqqan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerning qo'shni haqqining 5 gaz ekanligiga hukm qildi deyilgan. Yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerni xurmi shahar o'lchashga buyurgan edi deyilgan. Ibn Majahning rivoyatida Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki tashlandiq yerda quduq qolsa, uning atrofidan 40 gaz yer mol chorvalar uchun qo'tam qilib beriladi. Bu vaqt mishaga chiqqan ayatda almashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining